Hop, bugungi ishlarimizdan Cobalt mashinasiga freon zapravkalarni qilib berdik. Shox trubka charchagan ekan, shox trubkalarni almashtirdik. Freon zapravkalar bo'ldi mana. Rezultati Zashavta seriyasida shunaqa ishlarimiz sifatli bo'ladi. Inshaalloh. Hop. Ichkaridagi salon temperaturasi 6-7 gradusgacha tushdi mana. Chiqishlari muzdakkina. Tak, nastroykasini eslatib o'tamiz. Konditsioner yonib turadi. Gradus tezligida ventilyator tezligini 2 ga qo'yamiz va ko'cha yopiladi-da 100 ga qaratiladi. Mana shu nastroyka to'g'ri hisoblanadi konditsioner ishlatayotganda. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Zashavta seriyasida pastda nomer qoldiraman. Ishlarni a'lo darajada bitirib beramiz.